Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi xodimlari ishtirokida kitobxonlik doirasida 21 qadam loyihasining final bosqichi bo'lib o'tdi. Ushbu loyiha Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Do'stlik tumani bo'linmasi, tuman Barkamol avlod bolalar maktabi bo'linmasi hamda axborot kutubxona markazi hamkorligida tashkil etilib, ishtirokchilar 21 qadam ostida turli savollarga javob berib, qiziqarli, jumboqli va imtiyozli, yashirin shartlarda o'z bilim va zukkoligini namoyon etib, har bir shart davomida o'zlari uchun ballar to'plab borishdi. Qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'lgan loyiha yakunida eng yuqori ball bilan Zarifa Qambarova g'oliblikni qo'lga kiritdi va diplom qimmatbaho sovg'a bilan taqdirlandi. Bugungi 21 qadam loyihasi mana men ishtirokchi bo'ldim, g'olib bo'ldim, ammo g'olib bo'lishimni kutmagandim. Lekin juda ham qiziqarli bo'ldi. Boshda nima desam bo'ladi? Unchalik bo'lmasa kerak deb o'ylagandim, lekin juda ham qiziqarli bo'ldi. Tomoshabinlar ham qiziqib ketdi. Savollardan men sevgan asar yana tushishini xohlagandim. Qiziqarli asarlarim ko'p edi, gapirib bermoqchi edim. Lekin juda ham yaxshi shartlar qo'yilgan. 21 qadamning har bittasida zo'r shartlar. Hammasi yoqdi menga. Yaxshilab tayyorlansa, odam diqqatli, e'tiborli bo'lsa, albatta oladi. Ma'lumot o'rnida ushbu loyihaning keyingi bosqichi bevosita kitobxonlar bilan amalga oshiriladi va har oy davom etadi.